Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Roblox 31. Demak do'stlar, bugun sizlar bilan avatarimni ko'ryapsizlar. Demak avatarni ko'ryapsizlar. O chiroyli qanot, ko'zoynak, kiyim, soch, yuz. Qanotni ko'ryapsizlar do'stlar. Sizlar ham shunday chiroyli qanot bo'lib avatarimga qaranglar. Juda chiroyli turibdi. Demak sizlarga ham shunday qanot bo'lishni xohlaysizlarmi do'stlar? Buning uchun sizlar albatta obuna bo'ling, keyin videoni boshlaymiz. Tezroq obuna bo'ling. Xo'sh do'stlar, obuna bo'ldingizmi? Aniq bo'ldingizmi? Bo'pti, men sizlarga ishonaman. Demak, qani ketdik. Demak, buning uchun biz kira olamiz. Xo'sh. Demak do'stlar, bizga mana bu o'yin kerak. Clarksverse. Do'stlar, e'tibor beringlar, o'yin aniq mana shu bo'lishi kerak. Mana shu bo'lishi kerak. Mana rasmi bor. Demak, do'stlar, xo'sh, o'yinga kiramiz. Do'stlar, demak biz shu orqali qanot olishimiz mumkin. Har xil kiyimlar qanot olishimiz mumkin. Sakroska o'ylayapti o'zi. Musiqa zo'ra balandroq qiladi. Mana qaranglar do'stlar, qanotimni qanday zo'rligini, yomon chiroyli ko'rinib turibdi. Sizlar ham shunday bilishingiz uchun, demak, mana shuni xonaga paydo bo'lib qolasizlar. Demak, mana bu pushti kiyimli qizlar boramiz. Break dancing, raqs tushuvchi. Demak do'stlar, uni olib boramiz. Bu yerda 3 ta turi bor. Relaxed, standart, challenge. Relaxed oson, standart o'rtacha, challenge juda qiyin. Do'stlar, yashilni tanlaymiz, yashilni chunki oson. Do'stlar, chap tomonga qarasalaringiz level ramming deb yozuv bor, combo bor, score bor. Demak, mana bu yerda belgilar tushayotgan bilan tushishimiz kerak. Aniq kelgan payt mana shu sirkalarni bosishimiz kerak. 5 ta xato qilishimiz mumkin. Tepa qarasa level ramming degan joyi bor. O'sha yerda xato qilishimiz mumkin. Mana o'ng tomonga qarasangiz avatarim raqs tushyapti. Mana score chap tomonga qarasa score pishtiranga yozilgan. O'sha sizlar o'sha score balli hisoblab boradi. Bir ikkita chiqishim mumkin, shunga shoshilishga tezroq qilish kerak. Aniq tushgan payt qilish kerak, xato deb hisoblanadi. O'rtasiga kelgan payt hoppa bosish kerak. Skore menga xullas 100 ming xullas do'stlar, o'sha skorez ko'proq ball yig'ish kerak. Sal qo'lladi. Ko'proq ball yig'ish kerak do'stlar. Bir 100 ming tami, 700 tami, 300 tami, 3 tami bosolmayman-ku. Siz o'shani bosishingiz kerak. Xo'sh. Ulgurdim va kach. Demak, do'stlar, albatta obuna qo'yinglar. Mana shu scores agar 100 mingta yo 600 ta yo 7000 ta, 600 ta, 6000 ta o'shanday bo'lsa, o'yin tugab yutqazdim. Perfect qilibdi. Demak, bu qilishingiz mumkin, do'stlar. Mana yana pulingiz bo'ladi, hamda aylangacha mana 205 ming mana belgi. Mana yana narsalar sotasiz, qo'ch, zanjir, bolg'a sotilishingiz mumkin. Shu raqs mana belgidan olishingiz mumkin. Xo'sh, yana do'stlar, break va shunday qilib sizlar
mana shuni qanot olishingiz mumkin. Faqat 100 mingtadan bo'lishingiz kerak. Yana bu o'yinda faqat bitta o'yini yo'q. Bunga ko'proq o'yinlar bor. Masalan, parkour o'yini bor. Bu juda asab buzaykan o'yinlardan. Sizlarga men ko'rsataman. Demak, endi bosamiz. Yashilda bosamiz. Kirmayapti. Ha, ketdik. Qiyin, ketdik do'stlar. Katta vaqt ketyapti. Pastimizga vaqt bor. Hoppa. Hop, sal qoldi. Yaxshi, yiqilma. Vay. Asab juda asab buzyapti, yana vaqt ketyapti. Vay, do'stlar, vaqt tugamaydi. Ayo, qanchalik vaqtliroq tugatsangiz asab buzildi mana. Qanchalik vaqtliroq tugatsangiz shuncha. Ay, o'tib ketaman. Bilasiz. Asab buzab xullas. Nice try you control. Ha, yaxshi. Do'stlar, ko'rish power brands. Okay. Da, do'stlar, aytgancha, bundaqa qo'yibsanlar, yig'ishingiz kerak, sizga sovg'a beradi. 12 ta yig'ishingiz kerak. Men 11 ta yiqqanman. Yana bitta topsam sovg'a olaman, lekin qayerligini bilmayapman. Mana velosiped join party. Quick start. Tezroq. Katta piqarida. Katta do'stlar. Vaqt bo'yicha 3 vaqtda startda aylanib chiqishimiz kerak maydonni. Shu bitta poyozal topamayman-da, lekin sovg'ali beraman. Sizlar shunday qilib qanot olishingiz mumkin do'stlar. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi videomizda sizlarga qanday qilib Robux olishni o'rgataman. Buning uchun albatta sizlar obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Iltimos hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Va kommentariyada yana Roblox haqida yana qanday ma'lumotlar kerakligini yozib yuboringlar albatta. Ha, do'stlar, aytgancha nikingizni ham kommentariy yozib yuboringlar. Faqat obuna bo'lganlar bilan o'ynayman. O'zim tekshirib chiqaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz, men uni qabul qilmayman. Shuning uchun obuna bo'linglar. Salomat bo'ling. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang.